Agar siz mana shu 6 ta qoidaga amal qilsangiz, raqobatchilaringizdan 100% o'tib ketasiz. Birinchisi, har doim yangi kurslar, yangi bilim, yangi networkingga qarab intiling, chunki har doim bular sizni o'stiradi. Va kapitalingiz jihatdan va bilimlaringiz jihatdan yangi insonlar bilan, tadbirkorlar bilan va o'zingizdan yuqori darajadagi insonlar bilan gaplashing va muloqot qiling. Bu sizni dunyoqarashingizni kengaytiradi. Undan tashqari siz ulardan yangi bilimni olishingiz mumkin. Men biladigan o'zbek tadbirkorlari ham hozirgi kunda $100,000 yoki $120,000 kurslarda o'qishadi va networkingga ega bo'lishadi, yangi bilimlar, yangi dunyoqarash, yangi insonlar bilan tanishadi. Bu ularga nima beradi? Siz raqobatchilardan 100% boshqacha ko'rinishadi, ajralib turishadi va yangiliklarni qilishni oson bo'ladi. Yangi bilimlar tadbirkor bo'ladimi, biznes egasi bo'ladimi yoki oddiy inson bo'ladimi, har doim o'sha insonni o'stiradi va rivojlantiradi. Keyingi bosqichga kapitali jihatdan, moliyaviy jihatdan erkin bo'lish uchun xizmat qiladi. Undan tashqari, raqobatchilardan ajralib turish uchun ham, raqobatchilardan ajralgan holatda yengillik qilish uchun ham harakatga keltiradigan narsa albatta bu yangi bilimlar hisoblanadi. Ikkinchisi, haftada 3 kun 1 soat sport bilan shug'ullaning. Misol uchun ertalab uyg'onasiz va yuzingizni yuvasiz. Keyin sirazi sportga chiqib ketishingiz kerak va 1 soat shug'ullanishingiz kerak. Sport sizda intizomlilikka o'rgatadi, undan tashqari o'zingizga ishonch ortadi va boshlagan kuningizni to'la energiya bilan boshlaysiz va unumli bo'ladi kunlaringiz. Boshlayotgan ishlaringiz barakatli bo'ladi va boshqalar bilan ham gaplashganingizda, energiyaga to'lgan holatda sizda yon atrofingizdagi insonlar ham sizdan energiya oladi. Men bilgan insonlar, xususan biznes egalari, tadbirkorlar, Jahongir Po'latov bo'ladimi, Murod Nazarov bo'ladimi, ular hammaliga hayotligiga mana shu narsani tatbiq qilishgan va yarim soat har kuni sport bilan shug'ullanishadi. Shunda sumkaligini olib, sirazi chiqib ketishadi sport bilan shug'ullanishga, hech nima ularni to'xtatib tura olmaydi. Va albatta raqobatchilarning orasida ham ular mana shu jihati bilan ajralib turadi. Uchinchisi, har doim yarim soat yangi bilim oling. Misol uchun bu kitob bo'lishi mumkin, podkast bo'lishi mumkin, intervyu, qanaqadir kino yoki qanaqadir insonlar bilan gaplashish, muloqot bo'lishi mumkin. Agar siz shu narsani doimiy qiladigan bo'lsangiz, albatta bu sizni raqobatchilaringizdan juda ham o'stirib yuboradi va siz raqobatchilaringiz sizdan ortda qolib ketadi. To'rtinchisi, bitta daftar tuting va xatolaringizni yozing. U ish davomida, shaxsiy hayotda yoki rulda, boshqa ko'cha-ko'yda bo'lgan xatolaringizni hammasini daftarga tushishingiz kerak. Bu sizni o'stiradi va tahlil qilishingizga ham yordam beradi. Bu tahlillarni qilib, siz o'zingiz ustida ishlasangiz agar, mana shu xatolarni o'zini tuzatsangiz ham sizda juda ham katta o'sish bo'ladi va rivojlanish kuzatiladi. Beshinchisi, har kuni 1 soat deep work qiling. Deep work nima degani o'zi? Deep work bu telefoningizni o'chirasiz, bitta xonaga kirasiz va bitta loyiha ustida yoki bitta vazifa ustida o'tirib, polni o'sha loyihaga diqqat e'tiboringizni berib va energiyangizni bergan holatda ishlaysiz. Mana shu deep work deyiladi. Agar siz bitta katta loyiha olgan bo'lsangiz, shu loyiha ustida 1 soat deep work qiling. Deep work orqali siz deadline'dan oldinroq bitirasiz. Bundan tashqari siz o'zingiz raqobatchilaringizdan ko'ra ajralib turasiz va deep work orqali ulardan tez o'tib ketasiz. 6-si eng muhimi deep think hisoblanadi. Deep thinkda siz bitta qorong'i xonaga kirasiz. Qorong'i xonada hech kim bo'lmaydi. Sizni chalg'itadigan narsalar ham bo'lmasligi kerak. Va telefoningizni o'chirib qo'yasiz va miyangizni o'z holiga qo'yib qo'yasiz. Miya o'zi eng asosiy vazifalarni topgan holatda o'sha haqida o'ylaydi va yechimlarni berishni boshlaydi. Deep thinkda inson o'zi bilan o'zi gaplashadi va o'zini tahlil qiladi va o'z xatolarini tushunib yetadi va tezroq o'sishga yordam beradi. Eng inson qo'rqadigan narsasi ham o'zi bilan o'zi gaplashish. Bu uncha-muncha odam qila olmaydi, lekin agar siz qilsangiz, albatta raqobatchilardan tez o'tib ketasiz. Agar siz deep thinkni doimiy qiladigan bo'lsangiz, siz hayotingizni shunaqangi tartibga solib qo'yasizki, hattoki boshqa insonlar sizni hayotingizga aralasha olmaydi va hayotingiz tartibini buza olmaydigan darajada bo'ladi. Bundan tashqari deep thinkda siz anchadan beri o'ylab yurgan, lekin o'ylashga vaqt ajratmayotgan narsalaringizni o'ylagan holatda ularning yechimlarini tezroq topishingiz mumkin va yangi g'oyalarni ham aynan deep think orqali topishingiz mumkin. Balki siz ham keyinchalik katta kompaniyalarning asoschisiga aylanishingiz uchun ham deep think xizmat qiladi.